Do'stlar, yuvelirni ishlardan bittasini ko'rsataman sizlarga. Nержавейкаdan qilganmiz. Uzunligi 130 mm. Buni teshishni o'zi azob. Nержавейка mana bu eski obrazes. Bular davleniya bilan o'rtasidan shilanka qo'ymoqchi bo'lib buni qisishganda o'rtasi teshigi ko'ryapsizlar, kichkina bo'lib qolgan. Bu birak xullas. Biz buni yasadik, biriga bir hamma yo'g'i mana. Ichini teshigi to'rlik, diametri 8 mm, ustki diametri 14 mm. Xullas shu narsani qildik. Buni teshish muammo, sizlarga osonroq yo'lini aytib qo'yay do'stlar, qaranglar. Standartni sverloga buni qo'yasizlar, ozgina teshib olasizlar, bir 30 mm cha teshib olasizlar standartni sverlo bilan. Qolganini keyin mana bunga teshasizlar mana. Bittaga o'tib ketishlaringiz kerak, o'shanda mana ichida peripat bo'lmaydi. Mana shunaqa qilib teshib oldim do'stlar. Buni kichkina sverlinniy stanokcha bor-ku, Xitoyda sverlinniy stanogi. O'sha bilan teshib oldik. Xudo xolasa chotki bo'ldi. Hamma yo'g'i biriga bir rezvalar. Nержавейка bu обработкасы azob buni. Тем более kichkina diametr. Like, подписка bosib qo'yinglar do'stlar.